Istashkani ham o'zimiz qildik. 214 kvadrat chiqdi. Buni boshqa bolalar qildi deysanmi? Svarchiklar. Qilamiz. Qo'yib qo'ying-da endi Ilhom aka. Ha, bosib yuboring-da bitta bunday qilib. Mana shu ishni qilyapmiz. Hozir olib kelib o'ynalarini qo'yadi. Bugunmi, ertagami? Oxirini ko'rsatamiz, nasib qilsa mana shu. Faqat ichkarini qilamiz. Mana dachada. Parkent, Qo'shqo'rg'on, Qirg'iz mahallada ekan. Alisher Usmonovning Edelweiss degan dachasi ekan, yonimizda vertolyotlari bilan turibdi. Endi tumanda hozir ko'rinmayapti, yonimizda qor bor. Mana tog', adirlar. O'zimiz tilimizda gazzalar deydi-ku. Ilhom aka chaqirdi bizni. Surxondaryodan, Jaylimadan akaxonimiz endi. Kenglar bolalar shu ishtiqinglar egasi bilan gaplashtirdi. Keldik mana aka, Xudoga shukr. Namozxon chiroyli, ajoyib bola ekan. O'zimizga o'xshagan, Xudodan qo'rqadigan. Ishimizni qilyapmiz mana aka. Olib kelib qo'yibmiz hamma narsalarni. Biz deganda olib kelib tashlayapti hammasini joy-joyiga. Eslicha aloqada bo'lamiz. Ishlar bo'lsa olamiz, farqi yo'q. Deb bo'yish ketaveradi.